Follikula bu hujayra emas. Tuxumdonda qancha ko'p sonli follikulangiz bo'lmasin, shu miqdorda atsid yoki tuxum hujayrasini olasiz deb sizga hech kim kafolat bera olmaydi. Juda ham ko'p internet tarmoqlarida savollar keladi. Adin Sharipovna 5 ta 6 ta follikula bor edi, lekin 1 dona yoki 2 dona atsid olishga erishdik yoki umuman hech qanaqa kletka ola olmadik. Bu kimning aybi? Reproduktologni или все-таки organizmda qanaqadir ketayotgan ziboylarni belgisimi? На самом деле bu juda ham sporniy savol. Chunki ayol organizmida 35 yoshdan keyin anti-Müller gormon tuxumdondagi zaxiralarni pasayishiga, качество и количество kletkani o'zgarishiga olib keladi. Tuxumdonda 5 ta 6 ta follikula bor degani bu sizda xuddi shuncha sonli tuxum hujayrasi bor degani emas. Chunki sindrom pustого follikula bitta follikulani ichida bu oyda ovulyatsiya bo'ldi, yetildi, yorildi, lekin homiladorlik kuzatilmadi. Demak, bu yerda sindrom pustого follikula bo'lishi mumkin edi, ya'ni uch follikula.